Sir emas, so'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jamiyat hayotida tutgan o'rni tez sur'atda oshib bormoqda. Shu bois boshqa sohalarda bo'lgani kabi tibbiyotni raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilayotir. Sog'liqni saqlash vazirligida o'tkazilgan yig'ilishda shu masala 2025-yilda tibbiyotni raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va qo'lga kiritilgan yutuqlar hamda joriy yildagi eng ustuvor vazifalar tahlil qilindi. Ta'kidlab o'tilganidek, o'tgan yilda tibbiyot tizimini raqamlashtirish borasida salmoqli natijalarga erishildi. Buni 37 million nafardan ortiq aholi DMET tizimiga biriktirilib, ularning elektron tibbiy kartalari to'liq shakllantirilgani ham yaqqol tasdiqlaydi. Qolaversa, shu yil davomida yana 33.2 ming kompyuter texnikasi xarid qilinib, foydalanishga topshirilgani ayniqsa e'tiborga molik. 2025-yil tibbiyot sohasini raqamlashtirish bo'yicha bir qator yutuqli yil bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta bu Xorazm viloyatida ham xuddi shunday tibbiyotni barcha bo'g'inlarda, birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi bo'g'inlarda barchasida shu DMET yagona tibbiyot axborot tizimi keng joriy qilindi. 2900 ta kompyuter texnikasi bilan ta'minlandi Xorazm viloyati o'zida 2025-yilda. Bu degani albatta shu tibbiyot xodimlari, shifokorlar, farmatsevtlar barchasi shu tizimdan foydalanish imkoniyati yaratildi degan. Sal ilgari aytib o'tilganidek, yutuqlar ko'p va aholi bundan mamnun, ammo joylarda o'z yechimini kutayotgan masalalar borligidan sira ko'z yumib bo'lmaydi. Ayrim hududlarda tibbiyot muassasalarini planshet bilan ta'minlash holati qoniqarli emas. Masalan, Xorazm viloyatida o'tgan yili bu reja to'la bajarilmagan. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Sirdaryo va Samarqand viloyatlarida ID firewall qurilmalari keltirilgan bo'lsa-da, hozirga qadar ulardan foydalanayotgani yo'q. Yig'ilishda 2026-yilda qilinadigan ishlar, aniq vazifalar belgilab berildi va bugungi mana ajoyib seminar bo'lib o'tmoqda Situatsion markazida bizga aniq vazifalarda qanchalik tezkorlik bilan ishlashi, raqamlashtirish jarayonida yil yakuniga qadar amalga oshirilgan ishlarimizni to'g'ri yo'nalish qilib ko'rsatib, bizga tushuntirib berishmoqda. Tadbirda lokal tarmoq qurilish ishlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Sirdaryo viloyati va Toshkent shahrida yakunlangani holda Jizzax, Xorazm va Namangan viloyatlarida unchalik yaxshi emasligi ko'rsatib o'tildi. IT operatorlarga ustamalar berish masalasida ham joylarda muammolar mavjud. Xo'sh, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun joriy yilda nimalarga e'tibor qaratish lozim? Sun'iy intellekt bunda yechim bo'la oladimi? Tibbiyotda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt texnologiyalari elementlarini joriy etish davlatimiz rahbari ta'kidlab o'tganlaridek 3 xil rakursdan ko'rish imkoniyatini beradi. Bu birinchi o'rinda bemorlar uchun yanada qulayroq tibbiy xizmatlarni olish, shifokorlar uchun yanada samaraliroq va sifatliroq tibbiy xizmatlarni ko'rsatish hamda eng muhimi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi uchun butun faoliyatni shaffofroq monitoring qilish imkoniyatini yaratib beradi. Shunday qilib, hisobot yig'ilishda tibbiyot sohasini raqamlashtirish borasidagi yutuqlar e'tirof etilgani holda, kamchiliklarni bartaraf etish va joriy yildagi eng dolzarb masalalar ijrosi yuzasidan aniq vazifalar belgilab olindi. Muloqot doirasida vazirlikning raqamli sog'liqni saqlash markazida hududiy boshqarma boshliqlarining raqamlashtirish bo'yicha o'rinbosarlari uchun amaliy seminar o'tkazilgani ham bejiz emas. Bu bilan mutaxassislar bilimlarini mustahkamlash orqali tibbiyotni raqamlashtirish jarayonini tezlashtirish, sohani xalqaro andozlar darajasiga ko'tarish, muhimi uni qulay va eng xalqchil tizimga aylantirish maqsad qilingan.